Assalomu alaykum hammaga do'stlar, sizlar bilan yana Vayro YouTube kanali. Bugun biz sinamizdagi mashinalarni o'zgartiramiz do'stlar. Ko'pchilik ustimdan kulib ketishdi. Semidagi mashinalar tufti, arzon mashinalar deb. Ha, rostdan ham arzon mashinalar, chunki semiga ancha e'tibor bermay qo'ydim. Pul ishlash, pulni ko'paytirish dardida yurgan edim. Shuning uchun semiga ancha e'tibor bermay qo'ydim. Hop, mana bugundan bir g'ayrat qilib, mashinani hammasini, hozirgi eski mashinalarni hammasini sotamiz-da, yangi mashina olamiz. Hop, hammasini davlat narxiga sotish. Davlat narxiga sotish deganda qanchaga ketadi? Masalan, teng yarim narxiga ketadi, ya'ni 50% bizga tushadi. 800 minglik mashin 400 mingga sotiladi. 500 minglik mashin 250 ga. Xuddi mana shunday tartibda sotiladi hammasi. Xo'p, hammasini shunday sotib olamiz, bitta ham qoldirmaymiz. Mana eng oxirgisini ham sotib oldik. Simada 40 million 293 ming so'm bor. Xo'p. O'rtoqlar, nima olmoqchi bo'lib yuribman? Gelik olmoqchiman. Simaga hozir ikkita gelikchani qo'shib qo'yamiz, bo'ldi, yetarli. Simadagi 20 ta odam uchun yetarli. Simaga nimaga odam kam desanglar, chunki hozirgi momentda odam topish qiyin emas, просто yaxshiroq normalni ochadigan odamlardan izlayapman. Hozir bu 20 ta bo'lsa, 20 ta ham hammasi 24-serverdan kelgan o'zimizning kruk. Hop, mashinaga o'tirib olamiz. Bu ham hozirgi Blacklist eventidan yutib olgan mashinam, nafsigida 8 millionlik Jaguar degan. Hop, bankka borib olamiz o'rtoqlar. Hop, mana bankka kelib oldik. Ortiqcha summani yechib olamiz. Chunki tuning qilishga pul kerak bo'ladi. 913.181 293.181. Hop, yechib oldik. Endi o'zimizga yechib olamiz. Qo'lga, naqdga 300 ming so'm. Hop. Mana yechib oldik. Endi qiladigan ishimiz bu salonga borish. Xo'p, albatta bizning mashinalarni komfort, ekonomdan olmaymiz. Bizga yarashmaydi bu o'rtoqlar, to'g'risini aytaman. Shuning uchun business class premium salonga boramiz. Premium salonda mashinalar baribir boshqacha bo'ladi. Hozir borib ikkita gelikchani olsak, keyin u ikkita gelikga bir normalniy tuning qilamiz. Shu bilan chutki bo'lib qoladi simamiz. Hop, o'rtoqlar, simiga qo'shilmoqchi bo'lsanglar, hop, YouTubedan kommentariyada yozib qoldirsanglar bo'ladi. Masalan, niklaringni, nomerlaringni, yoki Telegramdan menga yozsanglar bo'ladi. Sam1jar _07. Shunday yozsanglar chiqadi, yoki guruhimiz Vayro _38. Shunga yozsanglar ham bemalol chiqadi, yoki Instagramdan Vayro 7 deb yozsanglar ham Instagram kanalim chiqib keladi. O'shalardan bemalol qaysi birdandir xohlaganinglardan yozib qo'shilib olsanglar bo'ladi. Hop, salonga kelib oldik. Endi o'tiramiz gelikda. Qani bizning geligimiz? Lambolar ham turibdi-yu, lambolarda endi bir keyin yana pul topganda olamiz. Hop, mana gelik. Oldik, mana birinchi geligimizda. Hop, yana 20 million so'm bor. Yana bitta gelikchani olamiz. Oila uchun sotib olish. Hop, gelik, qani gelik. Internet sekin ishlayapti, shu yerda rasmlar ochmayapti. Mana gelik. Hop, mana ikkinchi gelikni ham oldik. Hop, endi nastroykasini to'g'rilab chiqamiz. Boshqarish. Ranklarga emas, transportga o'tkazamiz. Hop, birinchi rankdan qo'yib chiqamiz. Buni ham birinchi rankdan qo'yib chiqamiz. Hop, endi qiladigan ishimiz bu simiya garajiga borib olish bo'ladi.
Va mana Sine garajiga kelib oldik. Mana ikkala gelikimiz ham turibdi. Endi bularni uddar holatda tuning qilamiz. Hop, o'rtoqlar, hozir tuning qilamiz. Tuning qilgandan keyin holatni o'zingizlar ko'rasizlar. Bundan oldin esa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.